Opa, ikkinchi xotin va o'ynashlarni sekretini oching. Ochaman ham. Ularda spalisi bolalar yotoqxonasi emas. Faqat sizni eringiz va o'ziga xizmat qiladi. Uyini burchagida siz olmaydigan birov ko'rsa nima bo'ladi, qaynonam ko'rib qoladi degan narsalar taxlangan turadi. Kiyimidan ko'ra pinyorlari ko'proq, shkafini ochsangiz takoy, stolning ustida ichimliklar har doim, xalaqit beradigan odam yo'q. 15 yillik eringizdan siz uyalasiz, lekin ular uyalmaydi. Sizni eringiz bilan bemalol gaplashadi. Siz birim ikki bo'lsin, erimda ishlari yurishib ketsin deb olmaydigan pullaringizni ular bunday qilib 2 baravaridan oladi. Bitta profil bor. Hammasi o'sha yerga podpisin, hamma narsasidan sotib oladi. O'sha profilni ham pastga отметка qilib qo'yibman. Ajab bo'pti, sekretlarni ochgan bo'lsam. Men ikkinchi xotin emasman, просто shunaqa qizlarni juda ko'p taniyman.